do'stlarim sho'xligim afsus sendagina qadringga men yetganimda men bag'ringdan uchib ketarman yangi hayotga oq yo'l tanlaysan sen bizga xayr maktabim xayr sho'xligim birinchi sevgim xayr xayr do'stlarim xayr maktabim xayr sho'xligim birinchi sevgim xayr xayr ishonmasdim necha yillar qalbimdagi tuyg'ularga faqat bugun men shuni bildim qanchalik jonim sen kerakliging menga
zafarga yetib borgan nola bo'lib qolsaydim, yana o'sha beg'ubor bola bo'lib qolsaydim. Hamma joyim loy qilib, tayoqlardan toy qilib, kulcha nondan oy qilib bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Erkalab suygan, otam opchilab yurgan, endi 6ga kirgan bola bo'lib qolsaydim. Hech bitmas dunyo g'ami, kim musofir yurtdami, sinfdoshlar esdami, bola bo'lib qolsaydim. Bezdim dunyo ishidan, ham yolg'onchi kishidan, charchadim tashvishdan bola bo'lib qolsaydim. Eng go'zal dam yoshligim, sho'xligu beboshligim, qayda qalam qoshligim bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Ey sinfdosh do'stlarim, ko'zdan oqar yoshlarim, eslab yoshlik chog'larim bola bo'lib qolsaydim. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Для нас всегда открыта в школе дверь. Прощай. Assalamualaikum aziz o'quvchilar. Mana bugungi kunimiz fayzli, barobatli, sizlar bilan quvonchli o'tadi degan umiddaman. Qani o'quvchilar, bugun qaysi so'z? Unutmay, o'qituvchilar yetakchisi. Hammasga kelyapti, mana borlarimiz. Bugun qaysi so'z? Qani? Nechida? O'qituvchilar urug'i. Davlat ikki harfli qo'yaman. Barishingda albatta katta universitetlarga kirasan degan umiddaman. Bu yil nechanchi yil o'quvchilar? Kelman.
1900 Yok. Hadi arkadaşlar. Qaysi inson adashsa albatta uni ustiga kulmaymiz. Qaysi inson bor, inson adashadi, ustiga kulmaymiz. O'lchamki yaxshi, biroq yaxshi. Bugungi mavzu Fatima aytasanglar, bugungi mavzu dedim endi. Uchrashuv. qanaqa uchrashuv? 40 yildan uchrashuv. Barakalla, hammasiga yozamiz. 40 yillik uchrashuv ekan, qani? Londonda yozaman ben. Judayam yaxshi. Barakalloh, Bizda his etayotgan ana shu o'zimizga tasvirlarni chiroyli ko'zlarga tasavvur beradi. Yuragimizdagi, qalbimizda bo'layotgan bir tabassumni, hissiyotni nima bilan isbot qilamiz? Qaysi gul bilan isbot qilamiz? Mana davomimizda qaysi gul? Gulmi, quyoshmi? Qani yuragingiz nimalarni his qilyapti? Shuni bir narsa tasvirlab Otur kim var? Mantır sonrasını işlerdi. Ek sorusu degan. Onun lazım. Ixtiyor savol. Mana bu tog'lar nima eslatib, nima uchun aynan tog'lar? Tog'larni orqasida qo'yamiz. Yangi chiqib kelayotgan kun. Bizlarni qaramog'imizni o'rab qo'ygan tog'lar bizlarga ko'rsatadi. Judayam yaxshi qarab o'tiring. Qani ana endi kim aytadi? Bizlar bundan 40 yil oldin qanchanchi sinf bo'lganmiz? Qaysi sinf bo'lganmiz? Kim yozdi taskaga? Tasavvur qani Furqat. Qaysi sinf bo'lganmiz qani? Birinchi sinf bo'lganmiz, bitirayotganlarchi? 10-chi. Mana yazib olamiz. Judayam yaxshi. Eş ortaga yazıp koyun. Kay yilda shuni boshlab bitirgan yeringizdagi yazib. Keyingi boshqasi. Barakalla. Ana endi nechinchi yil boshladik o'qishga kirishni? Ben nechinchi yil tugatdik? Kim yozadi? Kim? 85 yıl. Nechinchi yil kirdik? Kim yozadi? Nechinchi yil o'qishga kirdik? Nechinchi yil maktabni bitirdik? Shu yilni yozamiz. 75. Shavqin quraymiz bolalar. Ana endi Rahmat Bayramjon, eshiklarga omad. Qani endi mana shu bugungi yig'ilganimizda qani ko'p chiroyli maktabni eslab birinchi O'qing va yana o'qing deydi. Ulug' amal nazarida yashaymiz o'g'il bo'lsanglar ham, qiz bo'lsanglar ham har doim bir-biringlarga sizlab gapiringlar degan ana shu ta'limni bizlarga singdirgan qaysi ustozimiz? Kim aytadi? Qo'l ko'tarib. Qo'lingizni ko'ramiz. Judayam yaxshi. Ana biz mana bu darsimiz shundan yakunlaymiz. Bundan yaxshi javob bergan. Прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка копей и девочку, которой нес портфель. Пускай потом ничто не повторится, для нас всегда открыто в школе